Чашки, ложки все помыты. Взгляд, а я как всегда не бритый. На меня смотри почаще, в этот ящик, и этот стиль тебя потащит. Накроет как лавина, лови витамины. Половина мой. Gelin yıl girip geldi dövrege. Gözleriniz aydın bulsun toy mübarek hemmege. Ana karan gelin yıl girip geldi dövrege. Gözleriniz aydın bulsun toy mübarek hemmege. Ayak yüzler yaraşıp amadınız ne besin. Ayak yüzler yaraşıp amadınız ne besin. Vasatında kudalı bir şiken alıp gelsin. Vasatında kudalı bir şiken alıp gelsin. Başka işine koy bir gün. Gel giderana nimete sağ süpete doy. Toy bir gün. Başka işine koy bir gün. Gel giderana nimete sağ süpete doy bir gün. Bir bağlı toy bir gün. Başka işine koy bir gün. Gel giderana nimete sağ süpete doy bir gün. Toy bir gün. Başka işine koy bir gün. Gel giderana nimete sağ süpete doy bir gün. Bir bağlı toy bir gün. Başka işine koy bir gün. Gel diyarına nimete sağ süpete doy bir gün. Toy bir gün. Başka işine koy bir gün. Gel diyarına nimete sağ süpete doy bir gün. Bir bağlı toy bir gün. Raksa düşüp bilsenizle sağlık için faydalı. Şimdileken oyunda keçkemesini koymalı. Oynasanız toy gezer size tasdik aytadı. Kımmetiniz toyunuzda kaytadı. Toy bir gün. Başka işine koy bir gün. Gel didaramaz nimete sağ süpete doy bir gün. Toy bir gün. Başka işine koy bir gün. Gel didaramaz nimete sağ süpete doy bir gün. Bir bağlı toy bir gün. Yaman geldi güresin, evlerin geri pesin. Basal iken aylanır, durup bana oynanır. Yaman geldi güresin, evlerin geri pesin. Basal iken aylanır, durup bana oynanır. Ağaları başının gülüm bay, satın bay, her gün yolunda bay bay. Ağaları başının gülüm bay, satın bay, her gün yolunda bay bay. Boyunda küçük durup bana gel bire. Alanların alda uğraşsana
gülesim. Barsam iken aylanıp durup bana oynanıp. Yaman geldi güresim, levlerin gelip esim. Barsam iken aylanıp durup bana oynanıp. Ağaları başının gülüm vay, satın vay, her gün yanında vay vay. Ağaları başının gülüm vay, satın vay, her gün yanında vay vay.
Rahmat, san'atkorlar sog' bo'lingizlar. San'atlaringiz har doim osmon uzra parvoz etaversin. Davramizda charchamasdan to'lib toshib o'ynagan aziz mehmonlar, qavm qarindoshlar, barchalaringizga rahmat aytamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Qudratov Elmurodning xonadoniga esa yana bir bor bugungi to'ylar, yangi tushgan kelinlar qutlug' muboraklar bo'lsin deymiz. Davrani kengroq olingizlar mehmonlar, biroz orqaga surilingizlar mehmonjonlar, iltimos barchangizdan. Biroz orqaga surilingizlar, barchangizdan iltimos qilamiz. Qudratovlarning xonadoniga yana bir bor bugungi to'ylar qutlug' muboraklar bo'lsin deymiz. Azizlar, mana yaxshi niyatlar, chiroyli so'zlar bilan to'yimizni boshlab oldik. Nasib bo'lsa, shu tarzda davom ettiramiz degan umiddamiz. Aziz kelin-kuyovlar, vaqti soati yetib to'y qildingiz. Oila qurdingiz. Mana shu oila atalmish muqaddas dargohda bir umrga baxtli, saodatli hayot kechiring. Shirindan shakar farzandlar ko'ring. Shirindan shakar farzandlarning baxti kamolini ko'rib yurish doim sizlarga nasib aylasin. Ikki yosh bir oila bo'larkan, ikki avlod birlasharkan, ikki tomonning qardoshchilik iplari bu kundan bog'lanarkan, bu ip bir umrga zanglamas oltin zanjir kabi bo'lib qolishiga tilakdoshmiz. İnson bilan insondir tirik. Salom borki yashaydi alik. Til ko'p, el ko'p, illat ko'p, buyuk boylik, xudo andalik. Xudasi borning xudasi bordir. Xush yuraklarning aks sadosi bordir. Farzandin baxti-yu kamolatidan kelajakka aytar nidosi bordir. Ko'ngillar chiroyi charaqlab tursin. Oila iqboli yaraqlab tursin. Bor toboq, kel toboq o'rtada sinma. Xudolar bir-birini so'roqlab tursin. Yana bir bor aziz kelin-kuyovlar, bugungi unutilmas onlaringiz bilan sizlarni chin qalbdan tabriklaymiz. Shunday qilib tabrik so'zi o'tamiz. Tabrik so'zi uchun davramizga hurmatli mehmonlarimizdan Eldor kuyotiramizning Faridaxon opasini hurmat bilan so'zga chorlaymiz. Hamda Gavhar xolasi, marhamat davramizga kelingizlar, davramiz sizlarni kutmoqda. Farida opasi, Gavhar xolasi, kelingizlar davramizga. Salom qadrli mehmonlar, ana shu gün Zairovlar mashg'alasida ulu to'y davri. Bu to'yning asosiy sababkorlari Daim Eldor ve gelinimiz Leyla. Men sizlere durmuşda eksilmez, bağıt tükönmez, tağıt arzu eden. Bağıtlı olun, Amandurdiplar mashg'alasidan tayyorlanishga sovg'adimiz var, tavsiyamni ruxsat bering.
Akam Eldar, gelinimiz Leylaxon. Nikoh to'ylarimizda o'tirganmiz. Hallari, tog'lari atdan arzimiz sog'amizni tomshirishga ruxsat berdi. San'atkorlar bir chiroyli so'z bo'lsin. To'y egalarini hurmat bilan davramizga chorlaymiz. Opajonlar, xolajonlar tomonidan kelinkallarimizga sovg'alar, xoli gilamlar, qutlug' muboraklar bo'lsin deymiz. So'zlar ijobat bo'lsin. Davramizga yanada tabrik so'z uchun hurmatli mehmonlarimizdan Umidaxon Bo'lajonlar tomonidan Kevdiramizning Umidaxon kelini hurmat bilan davramizga chorlaymiz. Farangiz singlisi marhamat davramizga keling. Hurmat bilan davramizga chorlaymiz. So'z navbati tabrik navbati sizlardan. Davramizda yaxshi o'ynagan mehmonlarimiz uchun Allanmurod oshnasi tomonidan Eldar Kevdiramizning 20 manat davramizga kelib tushdi. Jumanazar oshnasi tomonidan 20 manat davramizga kelib tushdi. Botir oshnasi tomonidan 20 manat davramizga kelib tushdi. Salimaxon singlimiz tomonidan bir paket duxi davramizga kelib tushdi. Rahmat Salimaxon, sog' bo'ling, salomat bo'ling, to'ylarda qaytsin deymiz. Xudoyqil armiyasi tomonidan 20 manat davramizga kelib tushdi. Rahmat, sog' bo'ling. Xudoy berdi amakisi tomonidan 10 manat davramizga kelib tushdi. Rahmat, to'ylarda qaytsin. Azizli, qadrli mehmonlar, mana shu o'ynashgan bo'lamizning uyida katta to'y tatlanda tantana. Bu to'yning sababkori bo'lamiz Eldar kelinimiz Leylalarning bag'it to'yi. Men bularga uzoq umrjon sog'lik arzu qilaman. Nasib bo'lsa qaynona qaynotasi vafoli kelinkalar bo'lsin. Hamda so'zimizning oxirida bo'lalari ortidan tayyorlagan sovg'atimizni topshirishga ruxsat bersangiz, bo'lam bilan yangamni o'rtaga taklif qilaman. Assalomu alaykum azizlar. Bugun akam Eldar checham Leyla bag'it to'ylaringiz muborak bo'lsin. Bag'itli bo'lmoqingizni, umringizning uzoq bo'lmog'ini tilab qolaman. So'zimning oxirida amakilar nomidan kichik sovg'amiz bor edi. Shuni qo'shirmoqqa ruxsat bersangiz deyman. Momom bilan bobomni ham o'rtaga taklif qilaman. San'atkorlar chiroyli so'z bo'lsin. To'y egalari Elmurod hamda Dilbarxonlar davramizga chorlaymiz.